1980-yillar oxirida dunyo bo'ylab disko ritmlari jarang socha boshlagan bir paytda Hindiston kinosi ham bu to'lqindan chetda qolmadi. 1982-yilda ekran yuzini ko'rgan Disko raqqosi filmi nafaqat Bollivudni, balki sobiq Sovet ittifoqi, Yaqin Sharq va Osiyoning keng hududlarini o'z sehri bilan rom etdi. Bu film bugungi kungacha disko madaniyatining hindcha ramziga aylangan. Musiqiy drama janriga mansub Disco Dancer 1982-yilda rejissyor Babbar Subhash tomonidan suratga olindi. Ssenariyni Rahim Masum Reza yozdi. Filmda bosh rollarni Mithun Chakraborti, Kim Yashpal, Om Puri o'ynadi. Rajesh Khanna esa bosh qahramonning ustozi sifatida ko'rinish berdi. Filmning barchani diskoga raqsga tushishga chorlagan musiqasini esa Bappi Lahiri bastaladi. Film markazida kambag'al hind o'smiri Jimmy. U ko'cha-ko'yda gitarada kuylab onasi bilan tirikchilik qilib yuradi. Uning otasi musiqachi boylar tomonidan tuhmat bilan hibsga olingan, bu esa oilani ayanchli ahvolga solib qo'ygan. Yillar o'tib Jimmy katta sahnalarga chiqib, disko raqqosi sifatida nom qozondi. Ammo mashhurlik ortidan hasad, fitna va og'ir sinovlar keldi. Uning yo'liga to'siq bo'lib chiqadiganlar orasida sobiq dushmanlar ham bor. Film Jimmy hayoti orqali g'urur, kurash, ona muhabbati va san'atga sadoqat haqida hikoya qiladi. Disco Dancer filmining yuksak muvaffaqiyatida Bappi Lahirining disko uslubidagi musiqalari juda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa quyidagi qo'shiqlar Hindiston va boshqa mamlakatlarda hitga aylangan. I am a Disco Dancer cheksiz energiya va disko harakatlari bilan kino tarixiga muhrlangan qo'shiq. Jimmy Jimmy aja aja dunyo bo'ylab, ayniqsa Rossiya va Xitoyda nihoyatda ommalashgan. Yad a raha hai Jimmyning qalbidagi his-tuyg'ularini ifodalovchi juda hissiyotlarga boy chiqish. Qo'shiqlar ijrochisi Vijay Benedict va Parvati Xon. Ularning ovozi Mithun Chakraborti raqslari bilan uyg'unlashib, disko madaniyatining hindcha ramziga aylandi. Film katta tijoriy muvaffaqiyatga erishdi. Hindistonda 100 million rupiyadan ortiq daromad keltirdi. Sobiq ittifoqda esa 1984-yilda namoyish etilib, 60 milliondan ortiq tomoshabinni jalb qildi. Xitoy va Yaqin Sharqda hind kinolarining oltin davrini boshlab berdi. Film sobiq Sovet ittifoqida hatto kinoteatrlarda bir necha yil davomida namoyish etilgan. O'sha davrda Jimmy Jimmy aja aja qo'shig'i o'zbek, rus va xitoy tillariga tarjima qilingan edi. Disco Dancer filmi bir nechta sabablarga ko'ra o'z davrining inqilobiy asari bo'ldi. Dunyo musiqasi bilan uyg'unlik. Ilk bor hind filmi disko, elektron va pop uslublarini birlashtirdi. Yangi yulduz Mithun. Film Mithun Chakrabortini Hindistonning yirik yulduzlari safiga olib chiqdi. Sahnadagi energiya, xoreografiya, liboslar va yorug'lik effektlari bilan disko estetikasiga yangi ruh bag'ishladi. Xalqaro muvaffaqiyat. Film G'arb va Sharq orasidagi madaniy ko'prik rolini bajardi. Disko raqqosi shunchaki hind filmi emas, bu butun bir davr timsoli. U kambag'allikdan yulduzlikka erishgan inson hikoyasi orqali millionlab kishilarga umid, ilhom va quvvat ulashdi. Mithun Chakrabortining raqslari, Bappi Lahiri musiqasi va Babbar Subhash rejissyorligi orqali bu film asar hind kinematografiyasi tarixida oltin harflar bilan yozilgan. Bugungi kunda ham I am a Disco Dancer jaranglasa, tomoshabinlar beixtiyor raqsga tushishni boshlashadi. Bu esa filmning abadiyligini isbotlaydi.